Tasavvur qiling, sizning oldingizda noma'lum korobka paydo bo'ladi va uni siz ochib ko'rasiz. Uning ichidan qandaydir Verity nomli ko'ptok chiqib keladi va u sizga har kechqurun bo'lganda qandaydir g'alati ovozlar eshitilayotganini va 3 kundan so'ng qandaydir la'nati maxluq kelishini aytadi. Verity siz o'ylaganchalik oddiy ko'ptok emas. U sizni o'ldirish uchun bu yerga kelgan. Tashqarida kimdir turibdi. Yo'q la'nati. Verity! Yo'qol, ket! Qandaydir korobkacha oldimda paydo bo'libdi. Buning ichida nima bor? Bilmadim. Juda ham qiziq. Qanaqadir flashlight. Mayli, e'tibor bermaymiz, lekin bu korobkaning ichida nima bor yoki nima yo'q bilmadim. Albatta videoga xush kelibsizlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqarmanglar. Do'stlar, qanaqadir korobka. Bu korobka menga nimanidir eslatyapti. Juda ham eslatyapti. Ish qilib o'ylagan narsam bo'lib chiqmasin. Korobkaning ichida ish qilib o'ylagan narsam bo'lib chiqmasin. Qani? La'nati aynan o'ylagan narsam bo'lib chiqdi. Salom, men Verityman. Men sizning yordamchingiz. Mendan hamma narsani so'rang. Men hamma narsani bilaman. Bo'lishi mumkin emas. Men senga umuman ishonmayman. Chunki sen oddiygina ko'p do'stsan. Sen qanaqa qilib butun bir Minecraft ichidagi hamma narsani bilishing mumkin. Ishonmayotgan bo'lsangiz mendan biron narsani so'rab ko'ring, balki men bilarman. Shundan keyin amin bo'larsiz. Mendan qochishga urinmang. Baribir men sizning oldingizga dumalab yetib olaman. Voy la'nati, dumalashni ham bilar ekan bu yaramas ko'ptok. Bo'pti, to'xta. Verity, agar sen hamma narsani biladigan bo'lsang, aynan qaysi tarafda qishloq bor? O'ngdami yoki chapdami? Sizga o'zi nega qishloqlar kerak? Axir men borman-ku. Mendan so'rang, men yordam beraman. Verity, sen bir narsani tushunib yetishing kerak. Sen oddiygina ko'ptoksan. Menga esa villagerlar kerak. Ular bilan trade qilmoqchiman va qanaqangidir narsalar olmoqchiman. Sen shu narsani tushunasanmi o'zi? Sizni tushunib turibman, ammo bu atrofda umuman hech qanday qishloq yo'q. Kechirasiz. Yo'q, Verity, sen rostini aytishing kerak. Qaysi atrofda qishloq bor? O'ngdami yoki chap tarafdami? Shuni aytish menimcha qiyin emas. Atigi, chapdami yoki o'ngdami? Shuni ayt. Men bu savolingizga javob bera olmayman, uzr. Unda men ham seni hech qayerga olib ketmayman. Yaxshisi, bilmadim, bu atrofda qishloq bormi yoki yo'qmi? La'nat, qanaqasiga inventarimga tushib olding? Bo'pti, Verity. Bir narsani aytasanmi? Nega villagerlar haqida umuman menga ma'lumot bermayapsan? Ularni mendan yashiryapsan, xuddiki nimadir bo'ladigandek. Ko'p narsani bilish insonni qaratadi. Yaxshisi siz buni bilmaganingiz yaxshi. Bilasanmi, ortiqcha aqlli bo'lib ketishing ham menga juda ham yoqmaydi. To'g'risi, qayerda qishloq bor, nima shuni aytish shunchalik qiyinmi? Mayli, ungacha sen mana shu yerda turib tur, men toshli astaxalar yig'ib olaman. Quyosh qiladi, jiz, ikkita asal qiz. To'xta, Verity, sen o'zbeklarning qo'shig'ini qayerdan bilasan? Yana eng yoqmaydigan niyatda o'psan. Bunaqangi qo'shiqlarni aytib beray, balki yo'lda xirgoya qilib ketarmiz. Men arslonman. Sen sher bo'lsang arslonman. Bunaqangi ovozing bilan sen qo'shiqchi tugul, oddiygina matnni ham yodlay olmaysan. Qo'y, undan ko'ra qo'shiq aytma, tinchgina ketaylik yo'limizda. Undan ham zo'r qo'shiqlarni bilaman. Xohlasangiz aytib beraman. Yo, Verity, qo'y, tinchgina yo'limizda ketaylik. Hech qanaqangi bir qo'shiq yoki boshqa narsa eshitib kelmayapti. To'g'risi, boshimni ortib orasan hozir. Verity, sen hamma narsani bilsang, men qayerdan temir topishim mumkin? Shuni ham aytasanmi? Temirlarni asosan kirish qismida yoki g'orning eng tubidan topishingiz mumkin. Sizga bir narsani aytib o'tishim kerak edi. Qishloqlarga hech qachon yaqinlasha ko'rmang. Aks holda o'zingizga yomon bo'ladi. Nima, qishloqda men kutgan narsalar bo'ladimi yoki kutmagan narsalar bo'ladimi? To'g'risi, g'alati savol, g'alati gaplar gapiryapsan. Qanaqasiga men qishloqqa bormasligim kerak? Axir qishloqqa bormasdan qanaqa qilib Minecraftda yashash mumkin? Sizning oldingizda mendek do'stingiz turganda qandaydir villagerlarni nima keragi bor? So'rang, trade qiling, xohlasangiz almaslar ham beraman. Verity, sen bir narsani bilasanmi? Nimagadir sendan g'alati fikrlar va g'alati gaplar eshityapman. Sen qanaqasiga menga almas bermoqchisan, o'zingdan o'zing qanaqangidir takliflar beryapsan, nima sababdan? Ha, men shunchaki siz bilan eng yaqin do'st bo'lmoqchiman. Siz mening eng yaqin do'stimsiz, men ham sizning eng yaqin do'stingizman. Hech qachon shubhalanmang. Men sizga shunchaki yordamchingiz va yoningizda yuradigan do'stingizman. Mendan boshqasi sizga kerak emas. Menga ham sizdan boshqasi kerak emas. Tushunarli. Lekin menga juda ham g'alati tuyulyapti. Ya'ni Veritydan juda ham qo'rqaman, lekin u orqamdan yuribdi. Qo'yib yuborsam ham, tashab ketsam ham dumalab oldimga kelib olar ekan. Okey, mayli. E'tibor bermaymiz. Ketdim. Ketaveraman, yaxshi tashab ketaman. Verity meni yo'qotdimi? Yo'q, yumalab kelyapti. La'nati. Qancha uzoqda bo'lsam ham. Verity yo'qol. Kelma oldimga. Verity, kelma. Nega mendan qo'rqib qochyapsiz? Axir men sizning yordamchingizman-ku. Nima yomonlik qildim sizga? Axir men siz bilan do'st bo'lishni xohladim xolos. Verity, qo'y, tinchlik kerak. Undan ko'ra ket. Nima qilasan meni oldimda? Baribir senga biron bir foydam tegmasa. Sen bilan do'st bo'lishni ham xohlamayman. Nega axir? Men sizga hali hech qanaqa yomonlik qilmadim. Hatto almas ham beraman dedim. O'zingiz xohlamayapsiz. Gap tushunasanmi? Men sen bilan do'st bo'lishni xohlamayman. Oldingizga 3 kundan so'ng nimadir keladi. Nima? Kim keladi? Nima keladi? Sen qayerdan bilasan buncha narsani? Verity,
Sen o'zingdamisan o'zi? Nima demoqchisan? Nimadir 3 kunda keladi deb. Gapir Verity. Verity gapir, nima jim bo'lib qolding? Nimaga oldingidek emas bashari? Nimaga menga qarab kulib turibsan? Yo'q, senda bir gap bor. Senda bir gap bor. Sen bo'lmasang o'zingdan o'zing bunaqa kulmaysan. Verity, sen rostdan o'zingdamassan. Nima sodir bo'ladi? Nima 3 kundan keyin keladi? Shuni tushuntiribroq gapir. Yomon narsami u? Yaxshi mahal aytmading. Qanaqadir og'zi senga ham eshitilyaptimi? Yo faqat mengami? 3 kundan so'ng oldingizga nimadir keladi. O'rmon ichida qandaydir bo'lish kerak bo'lmagan narsani qimirlayotganini ko'rdim. Bilmadim Nima uni. deysan? Bu atrofda qanaqadir harakat sezdim. U harakat bo'lmasligi kerak edi deysanmi? Verity. Nima demoqchisan bu gaping bilan? Kimdir meni kuzatyaptimi yoki o'rmonda yana bizdan tashqari kimdir bormi? Qo'ysang-chi endi odamni qo'rqitib, nima qilasan? Yaramas Verity. Menda rejalashtirgan bu. Xuddiki biron bir narsani oldindan sezgandek kulib qarayotsan. Xuddiki men nimadir bilmadim yoki o'tkazib yubordim. Siz meni kulayotganimga emas, atrofingizga e'tibor qarating. Atrofda kimdir sizni kuzatib turibdi. Atrofda hech kim yo'q. Shu narsani tushunasanmi? Qanaqangidir yurish ovozlari deding. Hech qanaqangi yurish ovozini eshitganim yo'q. Agar qulog'ingizga musiqa chalinsa, e'tibor bering. Nima demoqchisan? Qanaqa musiqa boshlanadi? Bu atrofda hech qanaqangi musiqa boshlanmaydi. Chunki sen musiqa qo'yishga qobiliyating ham yo'q, kuching ham yetmaydi. Sen oddiygina ko'p bo'lsang, faqatgina dumalashdan boshqa narsani bilmaysan. Yo'qol, shuncha narsani san deb yo'qotdim. Kelma oldimga. Verity, la'nati bu uning ishi. Endi qornim ochmi, ochmasmi, shuni ham bila olmayman. Bu la'nati Verityning ishi kundan kunga yomonlashib boryapti. Bilmayman nimaga. La'nati yonimga kelibdi. Qanaqasiga sezmadim. What the? Nimaga bunaqa musiqa qo'yding? G'alati bo'lib qopsan, Verity, bilmadim, toming ketyapti seni. Kuningiz juda ham yaxshi o'tmoqda. Xayrli va juda ham maroqli kun tilab qolaman. Sen juda ham g'alati bo'lib qopsan. To'xta, yaxshisi. Verity, hatto ko'mir borligini bilmaysanmi? Verity, senga savol beraman. Yur, yaxshisi, qidirishib orasan. Qayerda ko'mir borligini bilmaysanmi, Verity? Uyingizni orqa tarafidagi tog'ga borsangiz, o'sha yerda ko'mirlar juda ham ko'p. Mana Verity, ko'mirni ham topdim. Eshik qo'yishim kerak. Verity yo'qolib qoldi. Verity yo'qolib qoldi. Bu yaramas ko'ptukcha ertaga meni boshimga bir balo bo'lmasa bo'ldi. Qaysi atrofga ketgan ekan? Hech qayerdan topolmayman bu la'nat ko'ptukni. La'natli Verity, qayerga qolding? Verity, kecha umuman yo'q qolding. Rosa qidirdim, hech qayerdan topolmadim. Qayerlargadir ketibsan deb eshitdim. Ha, e'tibor bermang, biroz aylanib kelgandim. O'shaning uchun kechasi yo'q bo'lib qoldim. Verity, qara, uyni o'sha la'nati 3 kundan keyin keladigan maxluqdan qo'rqladim. Balki buni seni aloqang yo'qdir, lekin bilmadimmi, bu yerlarda menimcha mana bunaqa joyda lava bo'lgani. Oh, Verity, lavaga tushib ketdi. Men bu narsani xohlamagandim. Ming bor uzr, Verity, faqat meni kechir. Verity, uzr, lekin shuncha narsamni nima olib tashlash shartmidi? Temirli aslahalarim bor edi, narsalarim bor edi. Hali ham men sizni jazolamaganimga rahmat ayting. Nimaga bunaqa basharada bo'lib qolding? Oh my god. Bugun oldingizga kimdir keladi. Verity, sen aqldan ozibsan. Oldimga kim kelishi mumkin? Axir sen bilan mendan boshqa bu yerda hech kim yashamaydi. U allaqachon sizning oldingizda. La'nati, seni toming ketib qopti. Sen qanaqa sugur? Kim turibdi? La'nati, kim bu? Tashqarida kimdir turibdi? Yo'q, la'nati. Verity, yo'qol, ket. Ikkinchi qismni ko'rishni xohlaysizmi? Albatta unda kanalga obuna bo'ling. Naqd 50 ming obunachidan so'ng biz ikkinchi qismni chiqaramiz.